Assalomu alaykum. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Pasnaymacha qishlog'idan gapiramiz. Bugun sizlarga 3 bosh zotdor mollarimizni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, bir bosh novvos, shved novvosimiz, 2 bosh xunojon, yaxshi nasldor mollardan. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, 120 plyusda keladigan. Xunojonlar 130 plyusda. Novvosimiz hali kurak tishini chiqarmagan, 14-15 oy bo'lgan tug'ilganligi. Eski, ya'ni qirg'iz shvedlardan bo'lgan shoxi uzun. O'ziga yarasha, u buni bilgan biladi. Xunojonlarimiz eti bor, lekin qo'yilganiga 10 kun, 15 kun bo'lgan. Mana shu novvosimiz birga yuradi. Aytaylar, xunojonlarni bo'g'oz qilish uchun egalari olib kelishgan ekan buni. Bir qo'ra mana shunday bo'sh yurgan holatda yuradi. Bizniki ham kelganiga 5 kun, 10 kundan o'tdi o'zi. Mana shu yerda o'zi yaylov sifatida yuradi, chunki bundan oldin yaylovda yurgan. Oyoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari ham yaxshi. Etlari novvosniki ham yaxshi. U yemi ishlari undan ham dahshat. Molda turishini qarang, turishini. Mana orqadan ham ko'rishingiz mumkin. Bizda bori ko'rsatiladi. U tepaga baylab olib katta ko'rsatish emas. Novvosimiz shu holatda o'zi ko'rinayotgan bo'lishi ham mumkin. 120 plyusligi aniq, xudo xolasa. Mollarimiz 130 plyusda. Mol orqalariga baho berasiz. Bu yemlanmagan holatda shunchalik egalarida. Molni qarang. Tim qora. Narigisida sal olasi bor. Molni qarang. Kurak tishini chiqargan yo chiqarmagan, hali o'zimiz ham e'tibor berib qaramadik. Kurak tishini chiqargan bo'lsa ham ikkita bo'lish ehtimoli bor. Bunda ham xuddi shunday. O'zi qornini yalashni boshlagan, katta ehtimol bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. Yillarni ham ko'rishingiz mumkin. Sog'imlari hozirdan katta. Hali beri qo'yilmagan, hali tug'magan mollar endi xudo xolasa sizga borib tug'ib beradi. Chunki bu novvos bilan birga yurgan 15 kun orasida. Mollar kuyikkan. Mana bunisi bundan 5 kun oldin qo'yilgan ekan. Chunki bu ertaroq bo'qotalab bo'lgan, keyin bunisi keyin bo'lgan. O'sha sababli. Novvosni ham ko'rishingiz mumkin, novvos shved. O'sha 300 kg, 400 kg bo'laman degan novvoslardan. Berib tursangiz, xudo xolasa bu yaxshi foyda qiladi sizga. Arziydigan, puliga arziydigan. Xo'p, uchovi bir joyga narxini aytadigan bo'lsak, narxiga keladigan bo'lsak, 80 million so'm deyapmiz. Xudo xolasa dastavkalarimiz bor. Mavjud, telefon raqamlarini beramiz. Yuvoshligini qarang, yuvoshligini. O'tda yuvosh, qo'lga o'rgatilgan mollar. Yuvoshligini qarang. Yosh bola ham borib bemalol qarab, xizmatingizni qilib etgan mollarni yana ko'paytirib, tug'ib, xolasa ancha bir poda mol qilib olasiz bulardan. Turishini qarang molda. Sifatga baho berasiz, sifatga, uzunligini baho bering mana. Mollarni qarang sifatli. Biz uni tarab, u tepaga ko'tarib, bo'yinni ko'tarib unday narsa qilmaymiz. Borini borday, qanday bo'lsa shunday. Biz unaqa qimmat qilib u elni qiynash niyatimiz yo'q. Dehqondan olgan narxga qo'yamiz. Xudo xolasa yaxshi foyda qilasizlar. Mollarni qarang. Novvos ham o'ta yuvosh novvoslardan hisoblanadi. Bu anaga bolangizni suzib, ertaga borsangiz tepib, bu ana shoxlar narsa qilmaydi. Molni ko'ring mana yuvoshligini. O'ta yuvosh novvos. Agar bular qochib qolgan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi pulga o'zi 2 oylik, 3 oylik bo'g'oz sotsangiz ham yaxshi pulga ketadi bular. Chunki bu novvos обязательно mashinada bo'sh yuradi. Mashinada joylarda mana biz kelishimizga joylarni yangilab qo'yishibdi, o'z taglarini, o'zi anchadan mana bor bu joylar. Ko'rishingiz mumkin, dehqonning uyi. Holatni ko'ring. Novvosimizning oyoqlariga baho berasiz, oyoqlariga. Bo'ladigan novvoslardan. Molimizni orqalarini ko'rsatamiz. Bu tarab, bu narsa qilganimiz yo'q, chunki turpoq baribir bo'ladi. Bu yaylov bo'lsa ekan, bu tagini qarab, tozalab, molni ham tozalab tursa, vaqti bilan tarab turiladi. O'zi mol o'ziga o'zi e'tibor bersa, o'zi toza ham turadi asli. Mana shunchalik endi bu turpoqda, mana turpoqni ko'ring. Biz oyog'imiz ham yomon bo'lib ketdi, lekin mol tozaligini qarang. Shu holatda vitaminlari, ukorlari qilib qo'yilgan, emlashlarga qilingan. Shalaqqa, dermatit kasalliklariga ukorlar, vaksinalar qilib qo'yilgan. Vaqti bilan qilinadi, hammasi davlat tomonidan beriladigan vaksinalar qilingan ekan. Mana ikkalovini ham orqalarini ko'rishingiz mumkin mana. Mollar kichkina emas, xudo xolasa 130 plyusda xunojonlarimiz. Novvosimiz 120 plyus. O'zlarining mollarini bolasi ekan bu. Ko'rishingiz mumkin. Yuvvoshligini qarang.
Bana ichi o'tgan haliga mollar emas o'zi ana. Gap isboti bilan bo'lyapti. Oyoq qo'llari baquvvat, xunojillarga qarang, oyoq qo'llari baquvvat. Uzunliklari zo'r, enliligi zo'r. Hali tug'magan mollar. O'najin. Xohlasangiz boqasiz, xohlasangiz yemlaysiz. Molni qarang, molni mana. Mol qilaman, chorva qilib ko'paytiraman degan akalarimizga bo'ladigani yeb ichari garantiyali. Egalari bir haftagacha yeb ichariga garantiya berishar ekan. Yemasa, ichmasa, quruq somonni yemasa ham mol qaytar ekan, mol o'zlariga ekan. Yeb ichari juda dahshatli. Yetkazib beradigan odam, boqadigan odam olsa xursand bo'lishar ekan. Bo'lsa boqib foydalaning. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Buni yuvashligini qarang, uni yuvashligini. Janavarni. Yosh bolalar ham borib qaraveradigan holatda. Bunaqa suzib, tepib, xudo xolasa aytdan tug'ib bersa ham bunaqa tepib, bunaqa qiliqlarni qilmaydi xudo xolasa. Chunki mollarimiz yuvosh ham uzun. Mana kamerani kattaytirmasdan ham qo'yapmiz, mana ko'ryapsizlar. Borini bordek qo'yapmiz. Kamerada hozir kichik ham ko'rinyapti o'zi. Mana orqalari aniga vohadan kelgan bir xilga ko'tipas mollardan emas. Chunki biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Pasnayachida turibmiz. Vodiyda molini maqtayapmiz. Borini bordek. Bu eski eston mollarda avlodidan bo'lsa kerak. Chunki etlari qalin, ayniqsa shunikini. Yaxshi mol. Yuvoshligiga baho berasiz, yuvoshligiga baribir. Chunki eti ham yaxshi, o'tda shunday yurgan. Bu kunjara ko'rib, bunaqa aniga yemlarni ko'rib faqat kepakda turgan mollar emas, yo atalarga yurmagan. Yegan bo'lishi mumkin, misol chiqqanda vaqti bemahal qilib qaralgan bo'lishi mumkin. Novvosimiz ham xuddi shunday, asosan sulusda bular. Qishda sulus yeydi, yozi bilan o't chiqqandan keyin shunaqa narsalar yeydi. Unaqa pishirilgan ovqat narsalarda semirmagan. Agar unaqa yesa bu mollar oho katta mollar bo'lib ketadi bular. Agar siznikida xudo xolasa yeydi, barakasini topasiz, yaxshi berasiz, yetkazib berasiz, yaxshilab foydalanasiz. Xudo xolasa bo'g'oz bo'lib qolgan bo'lsa, bu 2 karra bonus mollarimiz. Chunki bu qotalab bo'lmayapti ekan, 15 kun bo'lib qolgan. Ayniqsa shunisiga 10-15 kun atrofida bo'lgan, 15 kundan o'tgan ham qo'yilganiga, mana 10 kundan o'tib qolgan. Chunki bu keyinroq bu qotalab bo'lgan. Mollarda bilasiz-ku. Vaqti kelganda bu qotalab bo'ladi. Yeyishini ko'ring, xurmoni bagini ham yeyman deydi. Muxtolari ham o'sha shunday deqqon arqon kelgan. O'sha arqon o'sha baylovgacha turgan. U bitta joyda turmagan, ammo novvosimiz bitta joyda turgan uyda. Chunki keyin qo'shilgan. Ataylar bashi xunojillarda bo'g'oz qilaylik degan maqsadda qo'shilgan buni. Sog'liqlari zo'r. Yurishini qarang, yurishini. Agar bular qochmagan bo'lganda, menimcha, yana bilmadim, balkim qochmagandir, balkim qochgandir u, lekin novvosga irg'iydi yo nimadir qiladi. Shu novvos ham hidlanib, iskanali narsa qilgan yo'q-da. Balkim xunojilligicha qolgandir. Balkim qochib qolgandir bo'g'oz bo'lib. Bu endi omadingiz. Biz sizga sog'ligiga, yeb-ichariga garantiyasini bir hafta beramiz. Shu narsaga sotiladi-da baribir. Bu sizga bo'g'ozda bo'lmaydi, yo qisir so'yavering deb bo'lmaydi. Balkim qochgan bo'lsa, ichida bordir hozir. Chunki yalanishlarni qarang, yalanishlarni. Xudo xolasa endi 2 oy bo'lganda, misol yana bir 1,5 oyda olganingizdan keyin xudo xolasa 1,5 oyda bir qo'l soldirib ko'rasiz, apparatga tekshirtirib ko'rasiz. Bo'g'oz bo'lsa omadingiz. Chunki 3 ta mol bilan 5 ta molning farqi bor-da baribir. Xudo xolasa bittadan bo'g'oz bo'lib bersa 5 ta bo'ladi. Mol qilib olasiz, ko'paytirasiz. Biz gapimizga javob beramiz, lekin 10 kun, 15 kun atrofida qo'yilgan shu novvos aniq bilga yurgan. U bugun qo'shib qo'yib sizga ko'rsatayotgan yerimiz yo'q buni. Borini bordi. Sog'ligiga garantiya. Uzunligini ko'ring siz endi, uzunligini. Mana. Uzunligini ko'ring. Etlari, yillari o'ta dahshat. Mollarimiz salqin joylarda yuribdi. Novvosni ham sizga tarab qo'yib, maqtab ko'rsatgan yerimiz yo'q. Novvosni o'zi tushungan odam biladi. Novvosimizni balandligini ko'ring, enliligini ko'ring, shvedligiga baho bering. O'zi kallalari yoshligini ham aytib turibdi. Mollarimiz keraklicha yaxshi. Maqtashga arzigulik. Lekin biz sizga borini bordik.
Biz ham ko'rsatsak bo'lardi, mana bu tepa mollar turganda mollarni tepaga baylab olib sizga maqtab ko'rsatsak bo'lar. Yo'q, bizga unday narsa kerak emas. Uyingizga borganda ham shunday narsani ko'ring, kutganingizdan a'lo darajada kelsin. Oddiy mana bu orqadagi temir reshotkalarimiz ham 30-35 ga qo'yilgan. Mollar o'zi 120, 125 zakkonni. Munojilarda ko'ryapsiz, 130 ham, 135 ham chiqaveradi bemalol. Biz aytgan gapimizga javob beramiz. Borib, xohlasangiz borib o'lchab oling. Kichik bo'lsa bizga, rasxotimiz o'zimizga. Olib borib tashlaymiz. Xo'p, yo'l kiraga keladigan bo'lsak, narsalarga keladigan bo'lsak, olib borib berish dastavka xizmatlari desak, uni shopir orqali kelishiladi. Biz o'zimizda mashina bor, lekin biz o'zimizning mashinada olib borib bera olmaymiz. Vodiyga bo'lsa olib boramiz, vohiga biz chiqa olmaymiz. Chunki biz u yoqdan olib kelmaymiz-da, qaysidir shopirlar bo'ladi, borib molni olib qaytadi. U yoqda ham mollar bo'lishi mumkin. O'shalarga beramiz, vohiga bo'ladigan bo'lsa, ular yetkazib berishadi. Agar vodiyga bo'lsa, biz o'zimizning mashinada o'zimiz boramiz. Mana mollar yalanib turibdi, xudo xolisa bo'g'oz ham bo'lishi mumkin. Qani bo'g'oz bo'lib qolsa, nur ustiga a'lo nur deydi-ku. Xunojin bo'lib, mashinada semirib, agar so'qimga boqaman degan odamni ham uyaltirmaydi. Chunki uncha novvosingizdan kuchli narsalar. Molni qarang. Mol yaxshi. Holatlari a'lo darajada. Buni qarang. Moling bormi desa, bor deb maqtanadigan mollardan. Zotdor. Oyoqlarini qarang, baquvvatligan oyoqlarini. Agar xunojin bo'lib yemlangan taqdirda ham kilani beradi. To'kib qo'yadi kilani, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan narsalar. Qarang molni, sifatiga baho bering, sifatiga. Xudo xolasa raqamlarimizni beramiz. Yoqqan bo'lsa, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Sizni bizdan olib siz baraka topsangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Yaxshi foydalaning. Iloji bo'lsa dehqon odam olsa biz xursand bo'lamiz. Narxlar chunki undaqa baland emas, bu bozor holatida. Biz videoni qo'yapmiz, shu bugungi bozorga moslab turib qo'yamiz yoki bir kun oldingi. Hozirgi bu narxlar kechaga, hop, Kosonsoy tumanida bo'ladigan Tergachi mol bozoriga qarab turib baholanyapti. Общий hisobda uchalasini 80 million deb aytilyapti. Oz-moz masiga o'tib berishlari mumkin, yana gaplashib ko'rasizlar. Lekin bizga 80 million so'mga qo'yib bering deyshti. Biz shunga qo'yib beramiz hozir. Ma'qul kelsa bog'lanib ko'rasizlar. 94 008 02 03 raqamlarga telefon qilib, aniq savdosi nech pul bo'layotgani, nech pulga chiqqani, nech pulga berishgani yoki endi berishmoqchi bo'lishayotgani, o'shani so'rashlaring mumkin, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Qaytarib o'tamiz. 94 058 02 03 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Molni qarang, molni oldilari chiroyli. Sifatga baho beramiz, sifatga. Uyingizga ham xudo xolasa siz ko'rayotgandan a'lo darajada kirib boradi. Bizni kuzatib boring, podpiska bo'ling. Xudo xolasa bundan-da yaxshilarni yana qo'yib boramiz. Uncha molga yana bir solishtirib ko'rasizlar. Yoki ko'rsatib ko'rasizlar u bukumga, biladigan odamlarga. O'zingizlarning tanishlaring bo'ladigan bo'lsa, mol bozor holatidan arzon bo'lsa arzonki, lekin qimmat emas. O'sha Tergachi bozori kechagi bozor haqida. Ko'ringlar. Mollar buqatalab vaqtidan o'tgan, o'sha payt novoz qo'shilgan. Holatlar yaxshi. Kanalimizni kuzatib boring, xudo xolasa yaxshilarini sizga ilinamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.